Ba'zi birlarga shu hali poraxo'rni ushlatib bersa yaxshi bo'ladi, palonchimi shu jinoyat qildim, qamalib ketsin desa, nimadirmish, domla ham shuna deydimi? Nima deyman? Hozir jinoyatchi tashqari yurursinmi? Akam bo'lsa ham qamalsin. Agar jinoyat qilsam, men aralasharmikinman? Tinchishga harakat qilarmikinman? Jinoyat qildimi, jazosini olsin. Akam bo'lsa ham. Hazrat Umar o'g'illarni nimaga dakki berdilar? Sen Umarning o'g'liman degansan, shuning uchun seni tuyini zo'r boqqan bo'lar deydi. Nima bo'pti meni akam bo'lsa? Nima bo'pti meni bolam bo'lsa? Nima bo'pti? Yo sizni tog'ingiz bo'lsa, yo kuyovingiz bo'lsa nima bo'pti? Jinoyat qilib yurursin, hammasi qamalsin. Nasha ekan, ko'knor ekanlar, hammasi ushalsin. Hammasi qamalsin. Poraxo'rlar hammasi ushalsin. Birovlarni haqqini yeydigan firibgarlar hammasi ushalsin. Hammasi qamalsin. Kim nima, men mana shu minbarda turib aytaman shu duoni. Jazosini olsin.